Assalomu alaykum. Hurmatli Instagram, Telegram ko'rsatuvini tomosha qiluvchilar, ijtimoiy tarmoqni tomosha qiluvchi obunachilar, Gavharonangiz obunachilari, mana yana bitta go'zallikni ko'rsatgim keldi. 10 kun oldin tashavvudim 2-3 ta gullayotgan edi, mana qarang. Mana bular lantanalar. Gullab yotibdi, mana chiroyli bo'lib. Mana bular pegnoliyalar. Mana bu lantana. Mana bular pegnoliyalar. Oq bo'lib, oppoq bo'lib gullaydiganlari mana. Mana qarang, qanday go'zal. Ko'plari bahor kuzda ko'chirganda nima qilaylik degandilar, aytgandim, mana shu yerdan qirqib ekinglar, shunday bo'ladi deb. Mana qo'shni bo'lib o'sib ketadi qirqib ekilsa. Mana bu dalaning ichidagi atmosferaga qarang. Uyning ichining atmosferasi. Dalaga o'tdim, dala tarafga. Sizlarga ko'rsatgim keldi shularni. Navaram bilan buyog'imizga kasab chiqamiz. Ana. Qarang. Bular endi gullayapti. Endi gullaydi. Mana bular gullayotir. Mana bular bahorda tashqariga ekib, kuzda uyga kirgizgan begoniya gullarim. Mana bular lantanalar. Hammasini kuzda kirgizganman, qirqib chiroyli bo'lib ochilyapti. Ana dalaning ichidagi arma gullarim. Tuvakda xafa bo'lganda mana bu kamiliyani tuprog'ini olib tashlab etgan edim, qurib qolarkan tuprog'ini olib tashlasa, lekin tagidan nimalardir chiqib kelyapti. Garmon berdim. Kamiliyami, boshqa narsami bilmayman, qandaydir nimalar chiqib kelyapti. Mana bular daladagi gullarim, mana bular adeniumlarim. Suv sirabdi jayrona bular, suv solida. Ana o'rtoqlar, mana bu adenium ochilgani va ochilayotgani. Ochilganiga 15 kungacha bo'ldi, hali turibdi guli. Yaxshi turar ekan. Mana bular detka begoniyalar. Endi ochilayotganda ko'rsatuvdim. Mana bular shoxlayapti, mana uchidan nimalar chiqaryapti, ochiladigan bunchalar. Mana begoniyalarim o'rtoqlar. Shu yoqqa o'tganda bitta ko'rsatay dedim sizlarga. Mana qarang, bularni qanday chiroyli. Qarang, mana qarab o'tiradigan chiroyli. Shu go'zallikdan bahramand bo'lmasdan bo'lmasa, o'zing mazza qilasan. Men shundayman, mazza qilaman.